Deyarli barcha multfilmlar bolalar va kattalarni ko'nglini ko'tarish yoki hayot uchun muhim bo'lgan ba'zi bir narsalarni tushuntirish uchun ishlab chiqariladi. Lekin bolalar sevib tomosha qilib kelgan multfilmlarda uyatsiz sahnalar mavjud bo'lsa, bu albatta ular uchun qattiq ta'sir qiladi. Shuning uchun bunday sahnalarni multfilmlarda faqatgina kattalar tushunadigan qilib qo'shib ketishgan. Demak, bugungi roligimizda multfilmlardagi uyatsiz sahnalar haqida bilib olasiz. Bunaqa yo'nalishdagi rolik kanalda ilk bor chiqmoqda. Agar sizga yoqsa, kelajakda yana shu mavzuda video qilishim mumkin. Shunday ekan, ekranni katta qilib oling. Bugungi roligimiz boshlandi. Eldoradoga yo'l 2000-yilda chiqarilgan ushbu multfilm ayni paytda ko'plab portallarda yuqori reytingni ushlab turibdi. Syujet jihatidan ancha qiziqarli bo'lishiga qaramay, undagi bitta sahna aniq bolalar uchun mo'ljallanmagan. Ushbu qora tanli qiz va yigit kravatda o'tirganlarida bir necha soniyaga kameradan g'oyib bo'lishadi. Keyin esa ularning yuziga e'tibor bering. Qiz qo'rqib ketgan, yigit esa xursand bo'lmoqda. Qiziq, ular u yerda nima ish qilishgan ekan? Suv parisi haqidagi romantik multfilmda ham bir nechta uyatsiz sahnalar mavjud. Shahzoda va suv parisining to'yidagi sahna esingizda bo'lsa kerak. Ushbu kadrga yaxshilab qaraydigan bo'lsak, u yerdagi odamga suv parisi yoqib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Agar bunday bo'lmaganida, avtorlar bekorga bu sahnani qo'shishmasdi. Bu esa menga Deadpoolning gapini eslatib yubordi. Inson tanasida jami 206 ta suyak bo'ladi. Birorta ketib borgan qizga qaraganda esa 207-si paydo bo'ladi. Ha, bu narsalarni qo'shishganlari yetmaganidek, filmning posterlaridan biriga e'tibor bering. Undagi qasrning shaklini to'g'ridan-to'g'ri uyatsiz narsaga o'xshatib qo'yishgan. Albatta, bu narsa Disneyga yoqmagan va ushbu animatorni ishdan bo'shatib yuborgan. Madagaskar multfilmidagi Alex va Martinning uchrashuvida ular bir-biriga qarab yugurishni boshlaydi. Alexning jahli chiqqanligini bilgan Martin esa orqaga qarab qochayotganida ingliz tilida juda ham uyatsiz va bolalar uchun to'g'ri kelmaydigan so'zlar bilan Alexni haqorat qiladi. O'zbek tilidagi dublyajda esa uni shunchaki boshqa so'zlarga almashtirib qo'yishgan. 20-asrda chiqqan Qutqaruvchilar multfilmining taxminan 37-daqiqasida qahramonlarning orqa tomoniga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, u yerda o'z uyining derazasidan qarab turgan yalang'och ayolni ko'rishingiz mumkin. Bu tasvirni 70-yillarda multfilm premyera qilingan paytda hech kim sezmagan. 90-yilga kelib ham hech kim unga e'tibor bermagan. Faqatgina 2000-yillarga yaqin multfilmning DVD disklari sotuvga chiqqanidan so'ng multfilmni ko'rayotgan bolalarning ota-onalari buni sezib qolishadi va Disneyga shikoyat qilishadi. Disney esa bu multfilmning chiqqaniga 20 yildan oshganligini aytib, ularni tinchlantiradi. 1942-yilda chiqarilgan Merry Melodies multserialining epizodlaridan biridagi sahnaga diqqat qiling. Quyon dushdan chiqayotganida uning oyoqlari orasidan kichkina narsa ko'zga tashlanadi. Multserial davomida u kiyimsiz yurganida bu narsa ko'rsatilmaydi, lekin u cho'milib chiqqanidan so'ng o'z tanasini yopmoqchi bo'lyapti. Lekin uning bu kichkina narsasi bizga ko'rinib qoldi. O'yinchoqlar tarixi multfilmida esa Jessi xonadan chiqib ketishga urinayotganida Buzz Lightyear o'z hissiyotlarini tiya olmaydi va qanotlari o'zidan o'zi turib ketadi. Bunday hazillarni albatta kattalar tushunadi. Ba'zi manbalarning aytishicha esa ushbu kadrda ham avtorlar aynan kattalar uchun mo'ljallangan sahnani suratga olishgan. Lekin bu oddiy multfilm bo'lganligi uchun bundan ortig'ini ko'rsata olishmaydi. Bilasiz, ko'plab multfilmlarda personajlarning uyatli joylarini berkitish uchun avtorlar har xil buyumlardan foydalanishadi. Masalan, ushbu multfilmda qiz cho'milish uchun kiyimini yechadi va suvga tushayotganida uning tana qismini o'rdak orqali yopib ketishadi. Bu yaramas o'rdakning orqasidan gapirib qolganlar anchagina bo'lsa kerak. Ushbu kadrda esa bola vannadan kiyimsiz yugurib chiqadi va albatta uning asbobini ham buyum orqali to'sib qo'yishgan. Shu joyida eslatib o'tmoqchiman, agar video sizga qiziq bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuda yana video ko'rishni xohlasangiz, yaqinda Super Muxlis kanalida aynan shu mavzuda video chiqdi. O'ylaymanki, u video ham anchagina qiziqarli bo'ladi. Videoni ko'rish uchun havola kommentariyada bo'ladi. Albatta, eng uyatsiz sahnalar animelarda ko'rsatilgan, lekin ko'pchilik animeni multfilm emas deb bilishganligi uchun ushbu rolikka uni qo'shmadim. Siz nima deb o'ylaysiz? Anime aslida multfilmmi yoki alohida bir janrmi? Savolning javobini va video haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.